هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم aziz muhtaram qarindoshlarimiz. Biz yana Qur'oni Karimdagi go'zal axloqning ifodalari degan darsimizni davomlashtiramiz. Har bir qaysimizlarning bu darsimizdan unumli manfaatlanishimizni chin qalbimizdan umid qilamiz. Biz maqsadga kelsak, Qur'oni Karimdagi go'zal axloqning ifodasi degan temada to'xtalib kelib, biz mushu takabburlik, faqirlanish nuqtalarini oldingi darsimizda bir dars sifatida ham qisqacha sharhlab o'tib ketdik. Bugun biz Qur'oni Karimdagi mana bu go'zal axloqning namoyandasi sifatida eng muhim bo'lgan halqaliq nuqta yana samimiyat, rostchilik, sadoqat to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas Qur'oni Karimda bu sadoqatga aloqador ko'plagan oyatlarda maxsus to'xtaldi. Ammo biz mush oyatlar ichida bir oyatni qisqacha sharhlaydigan bo'lsak, Alloh taolo alayda ulug' muqaddas Qur'oni Karimda 90 dan ortiq yerda ya ayyuhallazina amanu so'zi bilan mana bu mu'minlarga xitob qilib keldi. Qur'oni Karim orqali agar Alloh taolo mushriklarga xitob qilmoqchi bo'lsa, ya ayyuhal kuffar, ya ayyuhal mushrik yoki qul ya ayyuhal kafirun deganga o'xshagan bu xil xitoblar ham keladi. Ammo butkul er ayol, ulug' shoh, yer sharida yashayotgan insoniyatga xitob qilmoqchi bo'lsa, ya ayyuhan nas so'zi bilan ham xitob qiladi. Ammo ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo Allohning zotida va sifatida Allohni yigona deb tunigan, yigona deb aqida bog'lagan, ham dunyoning egisi Alloh, dunyoning yaratuvchisi Alloh, dunyoda menga rizq berayotgan, mening hayotligimni berayotgan, ham bu hayotligimni topshirib oladigan zot Alloh degan aqidaga kelgan mu'minlarga ulug' muqaddas Qur'oni Karimda 90 dan ortiq yerda ya ayyuhallazina amanu xitobini berdik. Alloh taolo mana bu oyatning o'zida ya ayyuhallazina amanu taqulloh va kunu ma'as sodiqin. Ey mu'min bo'lgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar, taqvolik qilinglar deb bo'lgandan keyin sizlar siddiqlar bilan birga bo'linglar. Rostchil insonlar bilan birga bo'linglar dedi. Bu rostchil insonlar kimlar? Bu rostchilik qanday bo'lganda maydonga chiqadi? Ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo mana bu iymon va e'tiqodida rostchil bo'lgan mu'minning sifatini ikkinchi bir oyatda ro'shan ifoda qilib, innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah ulaika humus sodiqun. Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etgan ve özünün şu imanında asla tavrinish bo'lmagan, şekillenmegen. Demek iman, itiqad, iman ve itiqadning neticesi özünün cini ve meli bilen Allah'ın yolunda barlığını bağışlaş bo'lgan. Mana bu müminler ulaika humus sadiqun. Ana şu kişiler imanida, itiqadida, axloqida haqiqiy rostchil bo'lgan kishilar deb bayon qildi. Oyat bizga bir narsa o'qitadi. Bir insonning la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb da'vo qilishi bilan buning mukammal bir imoniy kategoriyaga
kirib bo'lanmayotganligini. Chuqur bu inson la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganikan Allah'ın buyruğunu icra qildigan. Allah çekligen yolladan keskin qo'l uzib inidan yarab turdigan. Hazreti Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allah'ın huzuridan apkagan tamam emir fermanını icra qiladigan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti, talimatı, sireti asasıda özünün hayatını kalıplaştırıp mağadigan. Mana şundaq buluş, bu Allah'ın Resulü işengeleten partisi. Bir insan, men Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın peygamberi dep itiqat kılımen degan şuarını to'lab qo'yap, ama bu insan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti boyunca yol tutmasa, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın talimatı boyunca özünün faaliyetini kalıplaştırmasa, mana bu insanın özünün emeli makbul bulamdı. Mana bu insan hakiki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın işengen bulamdı. Bu yerde bir narsa düşünüyoruz kerak. Dünyanın ilgisi Allah degan bir aqidenin neticesi şu Allah'a bo'ysunishdir. Dünyada Allah subhanahu ve teala dünya insaniyetini ıslah qilishini avatgan Muhammed aleyhisselam'dır deganning neticesi şu Muhammed aleyhisselam'ning sunnatini yo'l tutishdir. Agar ki siz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning sunnatini bo'yicha yo'l tutmasangiz, Allah'ın buyruğunu icra qilib cheklagandan yonmasangiz, Kur'an-ı Kerim'de Elif Lam deb başlanıp taki ve Nas deb ahirlashganga qadar 114 sure 6666 ayet oturup qo'yilgan tamamı ahkamlığı amenna sallamna deydigan mana mushundaq aqida etiqad sizda shakllanmasa siz qanchalik shuar to'lanki siz o'lchamlik musulmon o'lchamlik mo'min bo'lmagan bo'lasiz. Mana qaraydigan bo'lsak Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve teala aynı devredeki Quraysh müşriklerinin haletini bayan qilib, siz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer ki uladın asman ziminni kimnin yaratganligini sorsanız, ola asman ziminni Allah yarattı deydi. Asman ziminden ulağı rızkını kimnin birdiganligini sorsanız, ola Allah birdi deydi. Allah siz nima uchun sizlar Allah yarattı, Allah rızkı birdi deydigansizlar, nima uchun ma'budlik ibodat qilib yurasizlar deb so'rasangiz, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallohi zulfa. Faqat biz bu butliga bizni Allohga yaqinlashtirsin deb ibodat qilamiz deyish. Qarang, bu Allah dünyanın ilgisi Allah diyaligan, dünyada bizga rizqni Allah berdi diyaligan insonlar şu Allah'a, Allah'ın uluhiyetinde mutlak boysunmaganlığı, mutlak taat qilmaganlığı ve şundaqla Allah dünyanı ıslah qilish, dünya insaniyetini, dünya ve ahiretinin baxt saadetiga yetaklash maqsadi bilan avatgan Allah'ın peygamberiga ve bu peygamberinin yetkizgan haberlerini tasdiqlash ve bu peygamberge ergishish taraftarı bo'lmagan bu insonlarni bularning dünyanın ilgisi Allah, dünyada bizga rizqni Allah berdi degan bu so'zlarning haqiqiy bir musulmonlik kategoriyaga kirgizilmaganligini biz tarixiy nuqtalar qaraydigan bo'lsak, nako'rishan ko'rib olamiz. Cho'qib siz mana bu yerda deyilayotgan haqiqiy mo'minlar bo'ladigan bo'lsangiz, haqiqiy iymonliq, samimiy, sodiq bir mo'min bo'laman deyotgansiz. Bu sadoqatmanlikni ichingizda, teshingizda ham amalga oshiradigan, tilingiz bilan yurgingiz birdek bo'lgan, gapingiz bilan amaliyatingiz birdek bo'lgan, Allah deganken siz Allah için kurban berish o'ylaydi bo'lgan. Peygamber deganken siz şu peygamberning sünnetida o'zingizning hayotini sistemali qiliblaştirib, mangadigan amaliyatchanlik sizda mavjud bo'ladigan. Mana shunday musulmon bo'lishingiz kerak. Qur'onda biz bu haqiqatni isharalab beryapti. Mana yuqorqi oyat bizga bu haqiqatni isharalab beryapti. Haqiqiy sodiq bo'lgan mo'min kim o? Sodiq bo'lgan mo'min Allah'ın Resulü'ne iman eytadigan ve bu etkan imanı da asla şekillendirdigan. Tevrinip kalmaydigan. İkkilinip kalmaydigan. Qarab ketdim. Peygamber aleyhissalatu vesselam "Ta'budullah ma lakum min ilahin gayruh"
Bu büyük çakırıkını oturgu çıkardı. Şunca qara tuhmatlarga duch keldi. Şuncha haqoratlarga duch keldi. Şuncha besimlarga duch keldi. Şu peygamberini tasdiqlab, şu peygamberge erişmagan kişiler ham bularni haddi hisobsiz ahanatlarga duch keldi. Külpetlarga duch keldi. Ammo ularning pozitsiyasi qanday bo'ldi? Ularning maydoni qanday bo'ldi? Ularning sadoqati qanday bo'ldi? Buni ko'rib olish kerak. Buni tushunib olish kerak. Bir inson haqiqiy kamil mümin bo'lish, musulmon bo'laman deyotgan, bunga nisbatan qatma-qat imtihonlar, qatma-qat sinoqlarning kelishi tabiiy. Payg'ambar Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam milodiy 610-yili dunyoga, dunyoning egasining Alloh ekanligidan iborat bu haqiqatni jakolashdan burun şu payg'ambarning shuning qavmi sodiqul amin, rostchil deb peshag'at ko'targan edi. Afsuski şu peygamber qachoniki dunyoning birdan-bir cho'qinadigan egasining Alloh ekanligidan iborat bu haqiqatni o'tirib qo'ydi. Mana bu peygamberge her xil şekilde ahanetler, hakaretler, töhmetler, her xil yani şundak töhmet taşları etildi. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga İqra bismi rabbikellezi halak degan vahiy tushib, aradan bir mezgil vahiy uzilib, Peygamber aleyhissalatu vesselam o'zidan ensirab Hadij onamiz bilan Varaqatiddin Navfal degan kishining yoniga borgan vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning bütün gaplarini anglagan Varaqa ahirda sen epkagan bu qonun, bu haqiqatni, bu vahiyni hiç bir kishi epkamadi. Epkeladiganlar bo'lsa, u deya biladi. Shuning sababidan dushman tushmaydi. Sening qavming sening yurtingni qo'g'laydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sodiqul amin deb beshig'ab ko'tarayotgan bu millatning bir kishi tarafidan seni yurtingdan qo'g'laydi, seni chiqarib o'tadi degan bu gapni anglagan vaqtida Peygamber aleyhissalam bunga taajjublanib, bular meni qo'g'lab chiqarib o'tami? Mening yurtimdan qo'g'lay o'tami bo'ladi deb. Amaliyotda shu sodiqul amin degan kishilar, amaliyotda rostchil, bu Muhammad haqiqiy rostchil, haqiqiy sodiq da'vat qilgan odamlar qachoniki dunyoning egasining Alloh ekanligini, birdan-bir cho'qinish va bo'ysunishga tegishli bo'lgan zotning qudratli zot Allah subhanahu va taolo ekanligini, bu ulug' muqaddas Qur'oni Karim orqali Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohning payg'ambarlikka tanlaganligidan iborat bu haqiqatni o'tirib qo'ydi. Bu millat bu payg'ambarni kazzab, sahir, majnun deganga o'xshagan bir insonni qorlig'iga oladigan butun sifatlar bilan qaragan. Ammo payg'ambar alayhisalom o'zini maydoni mustahkam dedi. Mana bu maydoni mustahkam turish bu sadaqatning ifodasi etdi. Şu peygamberge erişmangan kişiler hem bu yolda şunca külfetlerge duch keldi. Şunca hakaretlerge duch geldi. Lekin ular o'zining imanida, itiqadida barlig'ini şu dinga, barlig'ini ana shu la ilaha illallohga bag'ishlab mustahkam turdi. Mana bu sadaqatning ifodasi etdi. Mana bu sodiq musulmon qanaqa qiladi? Ichi bilan teshi, tili bilan amaliyati birdek bo'ladi. Davadı bilek, ameliyatı bileklerden bulup kalmaydı. Şunun için Allah subhanahu ve teala hakikaten mümin doğan kişileri yukarı ayet kitap kılıp Ya eyyühellezine amenu hey iman etken kişiler, hey imanı var insanlar. Mana bu iman doğrusu da köptegen kitaplar var. Leysel imanu bittemenni ve la bittehalli velakinnel iman ma vakkara fil kalb ve saddakahul amin. İman arzu armallı bilen, davalı bilen, şuarlı bilen, ya ki taşkı cihati zindatlenişli bilen iman emez. İman ma vakkara fil kalb, kalbi çökken, kalbi urun ağan ve saddakahul amel. Şu kişinin imanının bağlığını, onun ameliyeti ispatlıgan, tasdiqlagan. Mana bu nasıl iman? El-iman iqrarun bil-lisan ve tasdiqun bil-canan ve amelun bil-arkan. Çokum özünün ameliyeti bilen ispatlangan narsa. Şunun için ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve taala Allah'ın zatida ve sıfatıda, rububiyetida ve uluhiyetida Allah'ı yegane deb tunugan ve yegane deb aqida bağlagan müminlerge hitap qilib, ey mümin bo'lgan kishilar, taqvodorlik qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Taqvolik degan nima? Bir kuni
Ömür ibn Hattab radiyallahu anhu Ubay ibn Ka'b'ni so'radi. Taqvolik degan nima? Ubay ibn Ka'b dediki, sen tikenlik yo'lda menga boqamiding? Ömer aytdiki, ha, men bor. Ha, pishimni tikan yedib olaman, putimga tikan kirib ketib qolaman. Ana sen shu qadar ehtiyot bilan mangan bo'lsam, mana taqvolik shu. Shuning uchun bu yerda taqvolik masalasi har vaqt o'tirg'i chiqqan chaqda bir musulmon cho'qim men magibim bilan nijot topa oladiganlardan bo'la olayman, bo'lmayman. Mening magibim Qur'on sunnatga uyg'un bo'ldimi, bo'lmadimi? Ma halolmi, harommi? Ma to'g'rimi, xatomi? Mana har bir masalasida atrofliq izlanish. O'ziga shu qadar cho'nqur talabni qo'yish. Har qanday vaqtida halol haromni o'lcham qilib turib Allohdan qo'rqish, Allah buyurganni ijro qilish, cheklagandan keskin qo'l uzib inoqdan yiroq turish, mana bu haqiqiy taqvolikning ifodasi. Haqiqiy taqvolik mana bu. Haqiqiy taqvolik cho'qim shariat prinsipini o'lcham yashaydigan, halol haromni o'lcham yashaydigan, Allohning buyrug'ini bijondan ijro qilish, cheklagandan keskin qo'l uzib yiroq turadigan, mana bu shundoq bo'lish, mana bu haqiqiy taqvolikning ifodasi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim orqali taqvolikni nurg'un oyatlar bilan ishorat qildi. Shuni biz temimiz bu nuqtada bo'lmaganligi uchun biz azob gibimiz kelimizga sadoqat temisi qilamiz. Allah Teala mana bu oyatning o'zida iymonli insonlarga xitob qilib, mana bu iymonli insonlarni taqvodor bo'lishga buyruqni qilib, va kunu ma'as sodiqin, rostchil insonlar bilan birga bo'linglar dedi. Sodiqlar kimlar? Siddiqlar kimlar? Siddiqlar o'zining og'zida shahar oldiganlarmi? Yo'q. Siddiqlar payg'ambar alayhissalatu vasallamning yo'lida mangadiganlar. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning sunnatida mangadiganlar. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa, uni ijro qildiganlar. Qur'on nimadan cheklagan bo'lsa, iningdan yiroq turib, o'zini uningdan chetga oldiganlar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam aytgan bütün haqiqatni e'tirof qildiganlar. Shu asosida o'zining hayoti qalbashtirdiganlar. Mana bu siddiqlar. Mana bu rostchilar. Shuning uchun yuqorqi oyatning o'zimi ham bu rostchilikni ifoda qildi. Allohning rasuliga iymon etgan va iymon e'tiqodida shakllanmagan, tavrinib qolmagan, ikkilanib qolmagan, uning iymoniga, uning e'tiqodiga shak aralashib qolmagan, mana shu iymon va e'tiqodning natijasida o'zining jini va mil orqali Allohning kelimasini alik qilish uchun, mazlum mustazab musulmonlarni qutqizish uchun, zo'ravonlik ostida qolgan kishilarni haqiqiy izzat, hurlikka chiqarish uchun kurash qila oladigan, borlig'ini bag'ishlay oladigan, shu yo'lda o'zining borlig'ini taqdim qila oladigan kishilar ulaika humus sodiqun. Mana bu kishilar rostchil odamlar mana bo'ladi. Siddiqlar mana bo'ladi. Shuning uchun biz bir odam tilda rostchil bo'lib qolsa hisob emas, amaliyatda ham rostchil bo'lish kerak. Har vaqt iymonida va e'tiqodida rostchil bo'lish kerak. Mana shu rostchil iymon sohiblarining tarixi qarab bakalım. Masalan, Payg'ambar alayhissalatu vasallam Ashabul G'ar vaqasini bayon qilgan vaqtida, agar shu Ashabul G'ardagi kishilarning hammasi siddiqlardan bo'lmasdan, ularning birisi siddiq, ikkisi kazzob bo'lib qolgan bo'lsa, bular u duch kelgan halokatdan qutulolmasligi mumkin edi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zining mana shu Ashabul G'ar vaqasini tilga olib, 3 nafar odamning bir jilg'ida ketayotganligi, tuyuqsiz havo o'lgirib yomg'irning shaqirab tushib ketayotganligi, bu kishilarning yomg'irdan mudofialanish uchun, yomg'irdan azroq o'zini chetkalish uchun bir tog'ning o'nkiriga borganligi, aningdan tog'ning o'nkiriga kirgan vaqtida tuyuqsiz tog'ning o'nkirining eg'izi yuqoridan bir tosh tushib etilib qolganligi. Shuning bilan bu kishilarning o'zi bir-biriga sadoqatmanlik bilan, rostchilik bilan qilgan amalingizga qaranglar. Alloh taolo duoyimizni ijobat qilib, Allohning huzurida shu amallarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa, biz shu amalimizni vasila qilaylikki, Alloh bizni bu halokatdan qutqizsin deydi. Qarab yiqinglar. Mana bularning ichidan birisi, "Ey Rabbim, mening shu qadar yashinib ketgan qari muysipit ota-onam bor edi. Men har vaqt shu ota-onamning holidan xabar olatdim. Ota-onamni yo'qlaydim. Har kuni men qo'y beqib, qo'ylarni sig'ib, kalalarni sig'ib, bularning sutlarini birinchi olib shu onam bilan dadamni
sug'uratdim, shularni ishkuzatdim. Andan keyin o'z farzandlarimni sug'uratdim. Bir kunlarda men shu qo'ykalalarni sig'ib kech uyga qaytib kelsam, onam bilan dadam alliburun uyquga ketib qoldi. Onam bilan dadamni tashlab qo'yib, men farzandlarimni uningdan burun uzuqlandirish, farzandlarimni uningdan burun bu sutlar bilan sug'urishni yaxshi ko'rmadim. Shuning bilan men onam bilan dadamning beshida qarab turaylaverdim. Ular uxlayverdi, tamam. Baldırım yığılab ketdi, ya dada, biz usab ketdik. Amma men onam bilan dadamdan o'z farzandlarimni afzal berishni xohladim. Onam bilan dadamga beradigan bu sutni onam bilan dadamga berishdan burun farzandlarga berishni xohlamadim. Ertesi anam bilan dadam uyg'ondi. Sütni anam bilan dadamga berdim. Anamdan keyin farzandlarni sug'ordim. Mening bu qilgan amalim faqat sening roziligingni ko'zlash edi. Seni rozi qilish edi. Sening roziligingni qo'lga keltirish, sening rahmatingga erishish maqsadi bilan men bu amalni qilgandim, Rabbim. Agarki mening bu qilgan amalim sening huzuringda maqbul bo'lgan bo'lsa, mana bu toshning o'zini biz tinalg'idek bir echib etgan Rabbim deb duo qildim. Mana bu kishi sodiqlardan bo'lganligi uchun, bu ham siddiqlarcha bu amalni qilganligi uchun ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bu kishining duosini ijobat qilib, mana bu toshni ko'tardi. Bular ting'udek, nafaslangudek bir eg'iz ichildi. Yana birisi dediki, ya Rabbim, mening tag'amning bir qizi bor edi. Men bu qizini darajadan tashqari yaxshi ko'ratdim. Men bu qizga shu qadar talablarni qo'ydim. Hech qachon talabimni qabul qilmadi. Bir kunlarda bu qiz o'z ixtiyori bo'yicha sen manchilik dinar darham akagin, men sening talabingga ko'nsam bo'ladi. Men uning degani bo'yicha u yoq bu yoqqa chepib yurib, shuning degani bo'yicha shu dunyoni to'pladim, uni qo'liga berdim, u mening talabimga ko'ndi. Men shu gunoh ustida turayotgan vaqtida bu ayol dediki, "Hey Allohning bandasi, sen Allohdan qo'rqqin, mening ipitimni bulg'ab etmagin" dedi. Men shu Allohdan qo'rqqin degan lafzini anglab, seningdan qo'rqqanligim uchun men nafsimni yig'dim, o'zimni kontrol qildim. Seningdan qo'rqqanligim uchun men ana shu jiddiy paytda naq maydondan qo'pib ketdim, Rabbim. Mening bu qilgan amalim faqat seningdan va sening rizoligingni ko'zlash uchun bo'ldi. Sen uchun bo'ldi, Rabbim. Agar mening bu qilgan amalim sening huzuringda maqbul bo'lgan bo'lsa, bu toshni bizdan ko'tarib ketdi. Duosi ijobat bo'ldi. Bu kishining uchinchisi. Mana bu kishining o'zi bir kishini bir kunlik ish haqi, bir kunlik ishga yollagandi. Bir kun ishlatib bu kishining ish haqqini bersa, bu kishi buning ish haqqini, o'zining ish haqqini kam ko'rdi. Oddiy ko'rdi. Shuning bilan ish haqqini tashlab qo'yib ketib qoldi. Bu kishi bu ish haqqini deydi. Men buni teridim, g'usul oldim, Uningdan keyin bu ovudi ko'paydi. Uningdan keyin patseta oldim, uningdan keyin patalar ovudi, uningdan keyin patchilarni ko'paytdim. Bir kunlarda oradan nechilik o'tgandan keyin bu kishi kelib, "Hey Allohning bandasi, bir kunlarda men senga bir kunlik ishlagan edim. Mening haqqim senda qolgan edi. Shu haqqimni menga bergan Allohdan qo'rqdida, men jilg'iga bak. O'sha jilg'idagi patalar, shu jilg'idagi chorvalar, shu chorvalarning patchilik sening. Shuni oldim." Hele kishi dediki, "Hey Allohning bandasi, meni zangli qilmagan, meni masxar qilmagan, Allohdan qo'rqib meni haqqimni bergin" dedi. Men dedimki, "Men seni masxar qilmadim, zangli qilmadim. Men sen ketgandan keyin haqqingni tark etib, men shuni terib, usul elib, avutib, bugun shu holatga keldi. Ashtin haqqimni. Rabbim, mening mush qilgan amalim sening huzuringda maqbul bo'lgan bo'lsa, mana bu toshni elevatkinki bizni bu halokatdan qutqizg'indi." Allah Teala mana bu kishilarning duosini ijobat qilib, bular duch kelgan bu halokatdan bularni Alloh qutqizdi. Demak, bu kishilarning har uchinchisi sodiq bo'luvdi. Alloh ular duch kelgan halokatdan bularni qutqizdi. Bugun islom ummati cho'qim duch kelgan halokatdan qutulamiz deyotgan har bir musulmon sodiq bo'lish kerak. Kunu ma'as sodiqin, siddiqlardan bo'lish kerak. Kazzablardan bo'lib qolmaslik kerak. Cho'qim qilgan amalingiz sodiqlarcha bo'lish kerak. İlib bağın faaliyetingiz
sadıqlarca bo'lish kerak. Mana siz shu sadıqlarcha amal qilganingizda, siddiqlarcha amal qilganingizda ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas sizning ham tavbangizni maqbul qiladi, ham sizning duoyingizni ijobat qiladi, ham sizning amalingiz inshaalloh Allohning huzuriga ko'tariladi. Shuning uchun men bugungi bu siddiqlik, sidqi temasida mushunchalik to'xtalaman. Ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo barliq musulmonlarni ichi bilan teshi birdak, tili bilan amaliyati birdak, mana shunday holatlarga ega bo'lishni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo cho'qim o'zi da'vo qilgan loyiq amaliyatchan musulmonlarni bu Uyg'ur musulmonlarining ichidan ko'plab yetishtirib bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.